Diqqat tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 14, 15, 16 may kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Tezda soyabonlaringizni tayyorlang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 maydan 17 maygacha va 21 may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 maydan 20 may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati kechasi 13-18 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 14, 17 va 21 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 19-24 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida 14 maydan 17 maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 21 may kuni ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja issiq bo'ladi. Shamol tezligi ayrim hududlarimizda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 14 maydan 17 maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18 may va 20 may kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha, ayrim joylarda esa chang to'zonlar kuzatiladi. Havo harorati kechasi 19-24 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 14 va 15 may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 14-15 may kuni 12-17 daraja, kunduz kunlari 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 maydan 17 may va 21 may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina yog'ingarchiliklar 18dan 20 maygacha ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi havo harorati 22-27 daraja, kechasi esa 17-22 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.